Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi akalar, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Akalar, bugun rejim trenerda qanaqa qilib 50 ta yulduz olish yo'lini ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha inshaalloh o'yin kiramiz. Trener rejim. Ko'rib turganlaringiz menda 49 ta. Men 50 ta olganman уже. Keyin har xil trenirovkalar qilib tushirib yubordim. Oxirgi o'yinlarni qaranglar. Nitya. Eng qizig'i 124 lar hammasi. Bitta 123 bor ekan. Meniki 123 emblema rol o'ynaydi. Emblema qancha baland bo'lsa, ya'ni overiylar qancha baland bo'lsa yaxshi. Endi 124, 125 qilish uchun hamma emblema ochiq bo'lishi kerak. Menda hozir 123, o'zimda ham emblema yetishmayapti, bittasi yo'q bo'ldi. Ikkinchi kerak bo'ladigan narsa bizga emblemadan keyin bu, ya'ni over birinchi, eng baland qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi. Ikkinchisi bu imенно taktika. Qaranglar, birinchi sizlarga keladigan bo'lgan taktika aporkali taktikalar. Eng yaxshisi mana shu. Boshqa masalan aporchilar ko'p bo'lsa, ya'ni CP yo'q bo'lsa, sentralniy pozashniyalar ikkita aporka bilan o'ynasanglar ham bo'ladi. Aporkalik taktikalar men uchun birinchi yaxshi shu. Lekin sostav bitta bo'lmashi kerak, sostav. Ya'ni taktikalar ikkita, uchta bo'lishi kerak. Kamida ikkita bo'lishi kerak. Menda mana 3 xil qilingan. Chunki уже 30 ta yulduzdan keyin, 30 ta yulduz olganlardan keyin mash taktika bilan 30 ta yulduz olsalar bo'ladi. Undan keyin olish qiyin bo'ladi. Уже более атакующий kerak bo'ladi. Ya'ni menda mana более атакующий shu bilan ko'proq atak qiladigan mana bu. 3 ta. Lekin boshda mash taktika o'ynaysizlar aporkalik. Ikkita aporkalik yo bitta aporkalik. Keyin o'yinchilarda qancha ko'p talanti bo'lishi kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ya'ni mana Messi talantlarida uncha ko'p pas Messida va oyog'i рабочий naga 5-5. Oyog'i, ikkala oyog'i ham yaxshi tepadi. Maksimal darajada ko'tarilgan bo'lishi kerak. Ya'ni 120, 122 bo'lishi kerak. Hamma nimalari qilingan bo'lishi kerak. Sababi o'yinchilar o'z o'ynaydi. Ammo krayniy zashtniylari meniki qilinmagan, chunki u yerdagilarga особо важный emas. Atakuющий o'yinchilar shunaqa ko'tarilgan bo'lishi kerak. Mana Kroyffni ham qaranglar. Oyog'i 5-5, talantlari yaxshilar. Ronalduga vahshiy ko'p. To'lib ketgan talant. Endi taktikaga o'tamiz. Ya'ni yaxshi o'yinchilar kerak va taktika. Taktikaga kiramiz. Shu 4-3-3 aporkalik uchun bizga kerak taktika bu. Mana развитие ataka, скоростni 1 ga qo'yasizlar. Скорость 1 ga qo'yasizlar. Bu chunki sekin o'ylanadigan taktika bo'ladi. Sekin shoshmay. Скорость 1, расстояние пас 1, настройка атака, выбор позиции организован. Дальше нападение. Нападение. Стиль ударов 3 ga qo'yasizlar, стиль пас 2, стиль навес 1. Выбор позиции свободный. Дальше защита. Прессинг 3 ta, ширина 1 ta, напор 3 ta. Задняя линия прикрытие. Bo'ldi. Mashina o'zi sizlarga xudo xolasa 30 ta yulduz olib beradi jo'lla. Nechtasiga bergan bo'lsam hammasi rahmat aka deydi. Endi komandasi bo'yli meni 121 dan tepa bo'lsa aytyapti. 120 larda sal qiyin bo'ladi lekin. Shunaqa. Ikkinchi taktikamiz bu уже более атакующий. Men hozir shunday o'yin ko'rsataman. Qanday изменение команды. Taktikalar mana adashib ketdim. Shun bilan o'ynaymiz hozir. Bunga va nariga yana bitta taktika ko'rsatdim-ku, 4-2-4 ga. Bunga mana скорость 3 ta turaveradi. Скорость 3 ga qo'yaverasizlar. 3-2 almashtirib qilasizlarda, 3-2 almashtirib ikkalasini farqi yo'q bo'laveradi. Bu o'zgarmaydi. Naporni 2 ga qo'yasizlar. Agar yutkazyapsizlar 3 ga qo'yasizlar. Shu bo'ldi. Qolgan hech narsa o'zgarmaydi. Shu bitta o'zgarish bo'ladi xolos, unaqa ko'p pas. Universalniroq taktika qilganman, ataylab shu necha marta o'ynab. Shu yana bitta narsa, 30 ta yulduz olguncha, masalan, ko'pchilik bilmasa kerak, bilmaganlar uchun men avto degan yozib turibdi mana mayli.
avto deyasizlar. Ko'rdinglarmi? Mana ikkita galochkani yozasizlar. Mana yerdan mana 50 ta yulduz qilib qo'yasizlarda, saqlanib начать deb qo'yasizlar. O'yin o'zi o'ynilaveradi. Sizlar keyin kechqurun yotishdan oldin qo'yib qo'yasizlar, ertalabgacha o'zi o'yinchilar o'ynab o'zlari yaxshi o'yin qilishadi. Dальше yana nima? Zapasdagi o'yinchilar. Zapasda o'yinchilar bo'lishi kerak. Chunki avtomat o'zi ham almashtiradi va o'zingiz tomosha qilib trenerlik qilsangiz o'zi ham almashtirasiz. Ikkinchi taymga yangi o'yinchilar tushirsanglar yaxshi. Endi gol urish kerak bo'lsa нападающийlarni, защита qilish kerak bo'lsa защитнийларni operatorlar tushirasizlar. Hozir mana endi ko'rsataman o'yin. Ziyek ketmasligini umiddaman. Shunaqa bu 50 ta yulduz olaman deganlar iloji yo'q, olasizlar shunaqa qilib. Sekretlari shu. Va yana bitta sekreti, har bir 3 ta 4 o'yinda taktikalarni o'zgartirib turish kerak. 30 ta yulduzdan keyin. 3 ta o'yinda 4 ta o'yin o'ynasizlar, boshqa taktika tuzasizlar. Bir-biri bilan orasida. Shu 2 ta 3 ta taktikalar orasida almashtirib turish kerak. Sababi qanaqasi? Sababi almashtirib turmaganda ilk yurishni boshlaysiz. 3 ta 4 ta o'yin o'ynasizlar, ikkinchi taktika o'tkazasizlar. 3 ta 4 ta o'yin o'ynasizlar, ikkinchi o'tkazasizlar. Shunday qilib kimni almashtirib turish kerak bo'ladi. 30 ta yulduzdan keyin. Kimizam 50 ta olamasizlar. O'yinda bir shunaqa xatosi bor. Ataylab yutkazib beradi, hattoki slabый komandalarga. Ronaldo ketdi. Ankara Messi deb qolsa. Ana. Messi biroz qiynaldi. Dальше. Mikrofon yomon, telefon chunki eski telefon. Yangi telefonga yana bu. Shuncha xato bo'lmaysizlar. Tovush yomon bo'lsa. Ancha-muncha eshitmay qoladigan telefonlar. Bunda ham Ronaldo bor ekan. Aql akkuratni o'ynamasizlar. O'zinglar tomosha qilib, nima yetishmayotganligini ko'rib analiz qilasizlarda, shu bulut tushunadiganlar bularga bulutlar va ketadi. Alisson o'tkazadi. Kontrol. Olma. Ya çavardı. Жовтий йома. Şu Dembele, Mbappe, bir yana takip şu halinde. Hangi hareketten şuramadım. Beckham ketdi. Birinchi taym 0-0. Shunaqa oxirgi juda qiyin bo'ladi olish. Asl qiynalasilar olgani. Tashqarida shovqin kelayotgan bo'lsa xato qilmaysizlar, yosh bolalar bor uyda. Bugun qanday uyda edim. Video qilay dedim ataylab. Bo'ldi. O'yin yopiq bo'lyapti. Lekin zaminni qilamiz. Qo'rqib tushiraman. Mana shu ishimiz. Ronaldo shunaqa pullar oldi. Fit qilaman deb pul olgan. Messi bitti şuttan çıkardı. Demeyelim. Masraf çıkmaz. Yengil. O'zining pozitsiyasidan chiroyli. Aporga tushdi. Otyapti, yo'lmadi, nima yapyapti? Hurmat. Endi shu video tortgan linkini ko'rsatamiz. Yaxshi ishlab ketdi. VPN bilan Rossiyada shu finalda odam bor. To'samiz. Shu Savaş zamanı. Son şans. Rastı bekliyorum diye. Ronaldo'dan diye.
Shunaqa deb 60-70 daqiqada almashtirasizlar. O'zgadan tepadigan o'yinchilar orqasiga gol urdi. Birarda shu ko'p tepib naborot yaxshi ish qilishmaydik. Uzoqdan tepaveradi, gol urmaydi. Birarda shu foydasi tegadi. Yaxshi o'yinchilarni almashtirishga harakat qilish kerak. Chunki ular gol urib beradi, talantlari bor. Naprosto o'sha o'yinchilarni almashtirishga harakat qilaman. Chunki tepaveradi bu pozitsiyadan. Bruyne ketdi. Messi o'zing. Asasen ikinci dakikada защитаны kontrol edin. Yaxshi video bo'ldi. Taqras 50-yulduz olib ko'rsatib berdim. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Защитani izlasizlar. 80-minutda защитani yozib qo'yasizlar. Şimdi çizmeye de oyuncularla buraya kontratak oynuyor. Bruyne. Bu akalar ko'rsatadigan narsalarim shu edi, boshqa sekretim yo'q. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi foydali video bo'ladi degan umiddaman.